Xalqimizda sunnat to'y nomi bilan mashhur bo'lgan marosim ayrim o'rinlarda qo'lini halolladi, ayrim o'rinlarda cho'pron to'y, chulbiron to'y kabi nomlar bilan ataladi. Bu o'g'il bolalarni sunnat qilish juda qadim davrlarga borib taqaladi. Hatto Injilda Ibrohim alayhissalomga vahiy kelganki, xatna qildirish haqida vahiy kelgan. Va mana shu xatna bilan bog'liq ayrim detallar qadim ibodatxonalarning devorlarida ana shu manzaralar aks etgan rasmlarning chizib qoldirilganligi bu xatna udumining naqadar uzoq davrlarga borib taqalishidan darak beradi. Markaziy Osiyoda bu udum islom dinining kirib kelishi, islom dinining targ'iboti bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham sunnat to'yi deb ataladiki, bu janobi payg'ambarimizning sunnatlaridan, amallaridan biri sifatida sunnat to'y deb nomlanib ketgan. Mana shu to'y 3 qismdan iborat holda o'tkaziladi. Birinchi qismida o'g'il bolaning o'sha sunnat qilinadigan bolaning otasi maslahat oshi marosimini o'tkazadi. Maslahat oshida barcha qarindosh urug'lar yig'ilib, to'y uchun kimdan nima yordam kerak bo'lsa, barchasi o'rtaga tashlanadi. Kimdir masalan bolaning tog'asi novvos olib keladi, aytaylik. Amakisi yana bir narsasini ko'taradi. Xullas, to'y qilayotganlarga maslahat oshida ularni imkonlari bo'lmagan narsalarni qarindosh urug'lar yordam tariqasida yetkazib keladilar. Bu maslahat oshi deyiladi. Keyin novvos to'ydi udumi bor. Bunda o'sha to'y kuni ishlatiladigan jonliqlar so'yiladi. Non yopti marosimi bor. Biz yaxshi bilamizki, ilgari to'ylar uchun nonlar haftalar davomida yopilgan. Bir hafta 10 kun davomida to'yga keladigan mehmonlarga yetadigan darajada nonlar yopilgan. Ko'rpa qavudi, ko'rpacha qavudi udumlari bor. Bunda o'sha to'yga keladigan mehmonlarga yetadigan darajada ko'rpachalar tayyorlangan. Endi to'yning ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, bu kuni o'sha bir kun oldin, lekin to'ygacha bir kun oldin jarchilar jar chaqirishgan, otlarda yurib, keyinchalik texnika vositasida ham jarlar chaqirilgan. O'sha butun el yurtni oshga, xatna to'yiga taklif qilishgan. To'yning ikkinchi qismi kuni osh berilgan, elga osh berilgan va oshdan keyin ko'pkari kurash musobaqalari ham o'tkazilgan. Bo'lib o'tayotgan jarayonda juda go'zal udumlar bajariladi. Bu toymindi udumi. Ilgari o'sha bolaning ona tarafdan tog'alari, bobolari bolaga toy yasatib kelishgan. Boshlariga xo'rozlarni patini taqib, chiroyli qizil xurjunlar tashlab, hatto uzangilarini ham maxsus bola uchun maxsus yasatib, toy yasatib kelishgan. Nima sababdan? Chunki bizning qadim ajdodlarimiz ko'pkarichilar, chavandozlar bo'lgan, ot mingan bobolarimiz. Mana shu bolakay ham hayoti davomida ot minib yashasin. Ot mingan odamlar butun dunyoga, hayotga, odamlarga yuqoridan qaraydigan bo'ladilar degan, yigitlik sha'nini, g'ururini himoya qiladigan insonlar bo'ladi degan bir niyatlar bilan toy yasatib kelishgan. Va toyga bolani o'tirg'izib, uni tog'alari, amakilari jilovidan ushlab, bolani butun o'sha mahalla bo'ylab aylantirib, barcha kichkina bolakaylar, bolaning do'stlari atrofida aylanishib, ana shunday bir go'zal bir chiroyli udumlar bajarilgan. Hatto ayrim o'rinlarda bolani toy bilan yetaklab aylantirishayotganda onalar doiralar chalib juda chiroyli qo'shiqlar ijro etishgan. Sunnat to'yining 3-kuni xatna marosimi o'tkazilgan. Bunda barcha kelgan, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar tarqalgandan keyin bolaning ota va ona tarafidan eng yaqin qarindoshlari qolgan va alohida to'shaladigan barcha ko'rpachalar bolaning mana shu sunnat to'yi uchun maxsus tayyorlangan. Atlaslardan, duxobalardan, ayrim o'rinlarda satindan tayyorlansa ham yangi, hech kim ishlatmagan yangi ko'rpachalar, yostiqlar tayyorlangan va oppoq choyshablar to'shalib bolani xatnaga tayyorlashgan. Bu udumda marosimning ana shu uzvida ayollar ishtirok etmaydi, faqat erkaklar, yoshi katta erkaklar, amaki tog'alar ishtirok etishadi. Lekin oshxonada bolakayning onasi 10 ta barmog'ini unga botirib o'tiradi. Ya'ni yorug'lik bo'lsin,
bolam mana shu sinov jarayonidan eson omon o'tib olsin. Sababi bolani xatna nima uchun qildiriladi? U bolalik yoshidan o'smirlik yoshiga o'tayotganligi uchun uni jismoniy va ruhiy tayyorlash mashqi sifatida o'tkazilgan hamda gigiyenaga xizmat qilganligi uchun o'tkazilgan. Ana shu jarayondan bolam eson omon o'tsin deb ona 10 ta barmog'ini unga botirib, yelkasiga oqliq tashlab, xatnaning tugashini duolar o'qib kutib o'tiradi. To'yning 3-qismiga keladigan bo'lsak, bu kuni sarpo taxladi udumlari bajarilgan. Bunda o'sha bolakayning barcha qarindoshlariga, ota va ona tarafidan kelgan qarindoshlariga sarpolar kiygizilgan. Sarpolar kiydirish jarayonida shu darajada go'zal aytimlar aytilganki, ana shu aytimlarni tahlil qilish davomida odamlarning o'zaro munosabati, ularning yashash tarzi, hayot tarzi haqida ham ma'lumotlar olish mumkin. Mana shu sunnat to'yining o'zining go'zal bir betakror udumlari, betakror ma'nosi nihoyatda yuqori bo'lgan odatlari mavjudki, ana shu udumlar, ana shu odatlar bizning millatimizga xosligi bizni faxrlantiradi va bizning boshqa xalqlardan farqli jihatlarimizni ko'rsatib, anglatib turadi. Nima bo'lganda ham mana shu sunnat to'y bilan bog'liq urf-odatlarni, qadriyatlarni, an'analarni yo'qotmaslik, unutmaslik, ularning bardavomligini ta'minlash siz va bizning barchamizning vazifamiz deb baholash mumkin.